Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va Cherry Ademaster Qarshi avtosalonining obunachilari. Endilikda sizlar bilan Ariza 8 gibrid avtomobilimizning birinchi pozitsiyasini video obzorlarini ko'rib o'tamiz. Qani ketdik. Ushbu avtomobilimiz 1.5 li turbina motor, 347 ta ot kuchi bilan jihozlangan bo'lib, ham tokda, ham benzinda harakatlanadi. Shahar ichilari soatlari 5,5 litrgacha rasxod qiladi. Salon ishlarini ko'rsatib o'tamiz. Bemalol salon ishlarini ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Salon hamma joyi kojadan ishlangan. Elektronika rul, multimedia sxema, cruise control deysizlar, splashnoy monitor, panorama tom, salon podsvetkalarigacha bor. Avtomobilimiz 3 xil rejim bilan rejimda yuradi. Ya'ni Eco, Sport va Normal. Orqalarini ham ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Orqada podstakanchik, podlokolnik, sedan abagrev va 100 minglik kabel, deflektor konditsionerlarigacha bor. Avtomobilimiz polni bilan 1,5 ming kilometr, tok tuzda 150 kilometrgacha bemalol sizga yurib beradi. Orqalarini ham ko'rib o'tishingiz mumkin. Orqalari ham ancha katta, 480 ta bagaj hajmi. Uyda ham bemalol zaryadka qilsangiz ham bo'ladi. Ushbu ko'rib turgan avtomobilingiz hozirgi kunda narxlari 344,900 tashkil qiladi. Ushbu ko'pdan 344,900 tashkil qiladi. Bemalol ushbu avtomobilimizda 25% boshlanish to'lovi bilan avtokredit lizing yo'nalishida xarid qila olib chiqib ketishingiz mumkin. Bir kun ichida bitta pasport va boshlanish to'lovi evaziga. Bizning manzil o'sha Qarshi Yerqo'rg'on bozor Sofka zapravkasidan o'tgandan keyin o'ng qo'lda joylashgan Ademaster Cherry Qarshi avtosaloni. Hammangizni avtosalonimizda kutib qolamiz. Bemalol kelib, xohlagan rusumdagi avtomobilni haydab ko'rish va xarid qila olib chiqib ketishingiz mumkin.